Zangeta tumani Zamzam sanatoriyani bilganlar bo'lsa, shu tarafga yetib kelganmiz. Quruvchi akalarimiz tarafidan 202 sotu 5 xonali mana shunday 2 qavatli uylardan qurib qo'yishdi. Mana shu uylarimizni zavzorini qilib beramiz. Uyimiz 2 sotuga tushgan, 5 ta xonasi bor, binoni teng yarmi yerto'la qilingan. Uyi ichki sharoitlari oqsuvodan chiqarilgan, to'pli polda qilingan. Ko'rib turganimiz mana hovlili suvodan chiqarilgan bo'ladi. Mana bu kirishimizda zinaning zontigi ponni tunkafon qilib beriladi. Mana shunaqa uyimizdan patologiyaga o'xshab tunkafon qilib beriladi. Devorlar mana devor tunkalari ham chiroyli qilib tunkafondan chiqarib beriladi. Mana shu uyimizdan qisqacha obzorni qilib beramiz. Xudo xolasa zo'r narxda mana shu uchastkamiz chiqyapti. Mana shu Sergeli yaqin atrofidan katta bir uchastka olaman deganlarga yaxshi variant ekan. Hovliga kirib kelish darvozamiz bu yoqda bo'ladi. Kirishimizga bemalol mashina qo'yishingiz mumkin. Bu yoq tarafda yana undan tashqari katta огородlar qoladi. Ko'ryapsizlar, bemalol hovlidan foydalansanglar bo'ladi. Uyi bir burchagida hojatxona ham qoldirilgan bo'ladi. Uy yerto'lasiga bu yoqdan tushiladi. Tushib o'tirmadik. Katta podvol ko'rsanglar bo'ladi. Endi hozir bu yoqqa tushadigan bo'lsak, ko'p vaqt ketib qoladi. Bismillah deb uyga kirib, xonalarni ko'ramiz. Juda ham katta razmerda qurishibdi. Bismillah deb kirganimizda mana shu katta holdan xonalarga kiramiz. Shunda uy ichiga kirganinglarda uy уже qanaqa mustahkam qurilganini shunda ko'rinishidan bilinib turibdi. Chiroyli qilib oqsuvodan chiqarilgan, malyarka ishlari qolgan. O'ng tarafimizga keladigan bo'lsak, katta oshxona. Oshxonaning razmeri ham ko'ryapsizlar, kattaligini. Uy egalari ishlari bo'yicha 4 ga 6 razmerda xonada. Oshxonaning razmeri katta, bemalol shu yerda o'zi nonushta o'tirsanglar bo'ladi. Havo juda ham zo'r aylanadi. Qo'l bo'ylab yurib kelamiz. To'g'ri kelganimizda bu yerda katta mehmonxona bo'ladi. Taxminan shu 4 ga 6,5 razmerda bo'lsa kerak. Juda ham katta. Ikkinchi qavatlarga 100% plitalar tashalgan. Chap qo'limizda bitta hojatxona joylashgan umumiy. O'ng tarafimizda bo'lsa, bu yoq tarafda umumiy sanuzel xona katta razmerda, ichiga kir mashinalarigacha qo'yishga rashot olib katta razmerda qilishgan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, yana bitta katta xona joylashgan. Xonalarni xohlagan xonanglarni mehmonxona yoki yotoqxona foydalansanglar bo'ladi. Razmeri bo'lsa juda ham katta qurilgan. Mazza qilib yashagan qilishdi. Ko'ryapsizlar, bu xonamiz razmeri ham 4 ga 6 razmerda bo'ladi. Bu yoq tarafdan ikkinchi qavatimizga chiqib qolgan xonalarni ham ko'ramiz. Mana zina bo'ylab bundoq chiqib kelganimizda ko'ryapsizlar, o'ng tarafimizda katta hol. Holni o'zini ham bemalol razdel qilib, mashinadan devor olib, bitta xona qo'rsanglar bo'ladi. Katta hol. Chap tarafimizda bo'lsa, katta mehmonxona joylashgan. Mehmonxona razmeri taxminan 5 ga 6,5 shunaqa bo'lsa kerak. Juda ham katta, qiynalmasdan 30 ta 40 ta mehmon kutsanglar bo'ladi. O'ng tarafimizda bo'lsa, umumiy sanuzel xona. Chap tarafimizda yana bitta katta xona bo'ladi, 4 ga 6 razmerda. O'ng tarafimizda bo'lsa, oxirgi xonamiz joylashgan. Juda ham yaxshi qurilgan, qurilish sifatiga 200% kafolat beraman deyapti. Orientir beradigan bo'lsam, Zangeta tumani Jenskiy turmani ko'pchilik bilsa kerak. O'sha ham orientir bo'la oladi yoki-da Zamzam sanatoriya. Keyin Voyennilar ko'chasi degan ko'cha bor ekan. Shu yerda Voyennilar ko'chasi deyshar ekan. O'sha ko'chada joylashgan bo'ladi. Xonadon sizlarga yoqqan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib egalar bilan savdolashsangiz bo'ladi. Bu uyimizga egalar $90,000 so'rashyapti. Kelishadigan joylari bor. Uchastka yoqqan bo'lsa aloqaga chiqib egalar bilan savdolashsangiz bo'ladi.